Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatib borsangiz, mana Akbar akam kelganlar Toshkentdan. Akam mana hozir realizatyorlar pochkalarida. Ommalar inshaalloh duo qilib turasizlar. Akam tezroq sog'ayib, inshaalloh mana o'zlarini o'g'illari bularga donorlik qilyaptilar. Inshaalloh, mashalloh, o'g'illari ham umrlari ziyoda bo'lsin. Shunaqangi umrlarni ikki dunyo saodatiga erishib yursin. Hammalardan so'rab qolamiz, shu Akmal akamning haqqiga, o'g'illarning haqqiga duo qilib turinglar. Inshaalloh mana biz shu hamma sharoitni qilib bizlarni joylashtirib, o'zlarga qarab turibdi. Jam ishlariga omad, baraka topsinlar. Rahmat aka, biz ham siz uchun duodamiz. Inshaalloh yaxshi bo'lib ketsinlar. Ilohim hammalardan so'rab qolamiz, duo qilib turinglar. Akam tezroq sog'ayib O'zbekistonga qaytib borsinlar. Hammalardan shuni so'rab qolamiz. Albatta hammalarni shu inson uchun haqqiga duo qilib qo'yishni so'rab qolamiz. Boringlarga shukr, hammalarga rahmat. Akbar akamni qo'llab-quvvatlab turganlar uchun sizlarga ham katta rahmat. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Har bir holat uchun biz video qo'yib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, charchamanglar, izohlarni qoldiringlar. Sog' bo'lasizlar.